Sharq Turkiston ozodligi qachon amalga oshadi? Yo'llig'ichi akademiya yo'llangan vaqti 2018-yil 13-dekabr. O'rni milliy mavjudlik vaziyat analizi. Ovozda Muhammadjon. Belton. Qadrdonlarim, bu temini o'qibla cho'qim meni aqlidan ezibdi deysizlar. Chunki bu Uyg'ur uchun eng muhim bo'lgan, hozirgi sharoitda hamma Uyg'ur javobini bilishga qiziqadigan, lekin qalam tavritish uchun zo'r yurak ketadigan bir tema. Chunki buni yozishga zo'r jur'at ketadi. Hamda ilmiy tushuncha berish intayin muhim va qiyin. Shunga qarindoshlardan bu yozma ichidagi kamtukliklarni afu qilishni so'rayman. Shundaqdimi ko'z qarashlarimni sizlar bilan o'rtoqlashishni xohlayman. Shundaqla bu yozmani yozishdagi ikkinchi maqsadim bo'lsa, qarindoshlarning kelgusida bo'ladigan ishlarga qarta ruhiy tayyorlikda bo'lishiga, ruhiy tayyorliksiz holatda tuyuqsiz zarbida o'zini yo'qotib qo'yishning oldini olishiga foydasi bo'lish uchundir. Vatan qachon ozod bo'ldi? Bu savol meningcha yarim yarti savol. To'liq mantiqiylik savol bo'lsa, meningcha vatan qachon ozod bo'ldi yoki to'liq munqariz bo'ldi? Mening sizlarga umidsizlik elib kelgim yo'q. Shundaqla g'oyibona umid beg'ishlash niyatim yo'q. Chunki men bir oz amaliyotchi. Buningga mening beradigan javobim bo'lsa, 10 yil ichida uningdan keyin biz bir ömür aslimi ichida va taqdirga tan bergan asosda yashaymiz. Lekin mushu 10 yilda qinimiz, jinimiz bilan kurash qilishimiz, vaqti kelganda eng kamida men jon jahlim bilan kurash qilgan deyalaydigan bo'lishimiz kerak. Chunki uningdan keyingi har qanday tirishchanlik faqat qisos elish uchun bo'ladi. Hargiz davlatni terildirish uchun bo'lmaydi. Chunki xalqsiz davlat bo'lgan emas. Men tövende nima uchun 10 yil deganligimning asosini qo'yib o'tdim. Birinchi, vatan ozod bo'lishining xalqaroliq sharti bo'lsa, dunyoda zo'r ko'lamlik urush yoki 3-dunyo urushining portilishi. Hozirgi xalqaroliq harbiy munosabatlar va harbiy surkilish va harbiy ittifoqlar Amerikaning urush tayyorliklari qatorliq omillarni ko'z tutganda, bu qatimliq dunyoviy xarakterlik urush 2025-yildan burun yuz bermaydi. Yuz bersimi kichik ko'lamda yuz berib besqidi. Nima uchun? 2025-yili deyman deganda, burungi yozmalarimda degandek 2025-yili Amerika olam armiyasi qurilib, har qanday davlatning sun'iy hamrohlarini nihoyat tezlikda etib tushirish yoki qardan chiqarish iqtidoriga ega bo'ldi. U chaqda bu dunyoga, ya'ni xo'ja bo'lib turayotgan inglizlar xo'ja bo'lmoqchi bo'lgan Xitoylar hokimiyatini yo'qotish uchun keng ko'lamli urush qiladi. Ham o'zi asosan talafot kuchirmaydi. Uningdan burun bo'lgan har qanday urushga nisbatan Amerika boshchiligidagi g'arb ellari talafatning qanchalik bo'lganligini mo'ljallash tas bo'lganlik uchun yeniklik bilan urush e'lon qilmaydi. O vaqtga kelganda urushda aniqki Xitoy mag'lub bo'ldi. Lekin esimizda bo'lsinki, shu sharoitdami mustaqillikni boshqalar ola deb qo'shqo'llab bermaydi. Balki yanada mushu urush malamonchilik ichida jangga otlana oladigan va vatan uchun jinini pido qila oladigan azimatlarga muhtoj bo'lamiz. Ko'proq ehtiyojli bo'lganimiz orqa safda o'ltirib qo'mondonlik qiladigan, sho'r to'lab haqiqiy qarg'i kelmaydigan yoki ajoyib botur to'r jangchilar emas, haqiqiy qurol bilan vatanga kirib, o'lim oldida qo'rqmay Xitoy bilan jang qiladigan azimatlar. Chunki butkul qo'shinga generaldan nechisi bo'lsa yetarlik. Hozirgi sharoitdan qaraganda xalqning keyniga o'tib bilib yoki xotin bolalarini bano qilib, bu jangga chiqishdan bosh tortadiganlar ko'p sonliqni egallashi mumkin. Chunki o'lim shuncha qo'rqinchli narsaki, oldiga kelganda har qanday inson titirmay qolmaydi. Shunga muhojiratdagi qarindoshlarning cho'qim bollari, mollari ozodi turmushidan voz kechib, vaqti kelsa hammadan kechib vatanga qaytib qurbonlik beralaydigan ruhiy tayyorlikda turishi intayin muhim.
ikkinchidan xitoylarning 5 milliondan ortiq uyg'urni jazo lagerlariga qamishi, kunda necha yuzlab uyg'ur va boshqalarning o'lib ketishi, majburiy to'ylashtirish, bu so'loqdiki va so'lanmagan uyg'urlardan DNA avrishkisining yig'ilishi hamda anda sonda oshkora bo'lib qolgan lagerlardagi biologiyalik tajribalar bizga Xitoyning mexanik qirg'inchilik va majburiy assimilyatsiya bilan qolmay, balki eng oxirida biologiyalik qurol bilan taltukis yo'qotishga bel bog'laganligini ko'rsatib turibdi. Chunki gen uchurini yig'ishning boshqa hech qanday qoyil qilarlik sababini tasavvur qilish mumkin emas. Buning uchun Xitoy 5-10 yil vaqtga muhtoj. Nima uchun bunchalik vaqt ketib qoldiganligining sababini burungi yozmamda qayd qilib o'tgan edim. Demak, 10 yil ichida yoki biz Xitoyni yo'qotamiz, yoki Xitoy bizni yo'qotadi. Bu musobaqada kimning baldur chiqishi g'alaba yoki mag'lubiyatni belgilaydi. Xuddi 2-dunyo urushi mezgilida Amerikaning atom bombasini baldur tadqiq qilib yasab chiqarishi butkul urushning eng hal qilg'ich omillarining biri bo'lib qolganiga o'xshash bir ish. Buning uchun tirishayotganlarning qadam va ilgirlash sur'ati butkul Uyg'ur qavmining yo'qolishi yoki mavjudligini belgilaydi. Balkim tangla halok bo'lishi mumkin. Lekin shundimi bu xo'rliq ichida o'lib ketgandan yaxshiroq. Shunga to'liq umidlanib ketganlar ozroq umidvor bo'linglar. Bak umidvor bo'lib ketganlar ozroq aqliy tafakkur bilan bo'lg'isi talafat va fojialarga ruhiy tayyorliqinglar bo'lsin. Üçüncüden, albatta bu yerda biz qiyos qilolmaydigan ahvollar yuz berishi mumkin. Lekin bu ahvol bizning holimizni o'zgartirishga qanchalik foyda olib keladi, buni qiyos qila olmaymiz. Torlardagi go'daklarcha ilib berilgan Amerikaning besimida Xitoy demokratik tuzumga mangsa Uyg'urlar erkin bo'ldi deydigan tafakkurlarga mening beradigan javobim shuki, siz yoki qasdan Xitoyning qandoq millatligini o'ylamasga tirishgan bo'lishingiz, yoki chet elda uzun yashab Xitoyning qandoq millatligini bilmaydigan yoki ularni insoniy hissiyoti bor deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Chunki oldi bilan demokratik tuzumga menish ehtimoli yo'q deyarlik. Chunki Xitoy mushu tuzum bilan shuncha yaxshi yashayotsa, Xitoy kompartiyasi huquqni birla odamning qo'liga tutqizgan tursa, xalq shuncha qo'rqinchoq va injimaruq necha ming yildan beri qon-qiniga singib ketgan qulchilik bilan yashashga shuncha odatlanib ketgan tursa, nima uchun ular demokratik tuzumga mang'udak? Siz yer davosi qilib namoyish qilgan dehqonlar yoki maosh davosi qilib sakrab chiqqan harbiylarni ko'rib, shundoq o'ylagan bo'lsangiz, Xitoy xalqini bak cho'ng ko'rib, Xitoy hukumatidan bak kichik o'ylab olgan bo'lsiz. Shunga bu ehtimollik intayin kichik. Buning uchun mushu sharoitlar hozirlash kerak. Endi demokratik tuzumga mangdimi deyli? Shu o'tkinchi davrda Xitoylarning til biriktirib, gunohni Xitoy kompartiyasiga ortib, Uyg'urlarni qirib ko'zini yumib turib olmaydi deb ayta olamsiz? O'z vaqtida Gomindangning bir pay o'q chiqarmay Sharqiy Turkistonni qo'sh qo'llab kompartiyaga berganligini unutib qoldingizmi? Ular nima deyishgan? Senmo Xitoy, menmi Xitoy, qaysimiz boshqursak, yana Xitoy boshqurdi emasmi? Debli ishni bitirgan. Siz shu Xitoydan umid kutyapsiz. U Xitoy o'zgarib qolgani yo'q. Balki texmi razillashdiki, ozroq insoniy tuyg'usi paydo bo'lib qolmadi. Ishonmasangiz, atrofingizdagi to'niydigan 100 Xitoyga hozirgi ahvolni deb fikrini anglab beqing. Ularning ichida birisi sen mustaqil yashashga huquqliq deb Xitoyni qo'llamasa, men ondan sizga uzr qo'yay. Faqat bo'lmasa Liu Xiaobuning Germaniyaga qochib chiqqan ayoldan so'rab beqing yoki Twitterga agishib ko'rib beqing. Shuncha zulmni ko'rib, bilib turib bir eg'iz gap qilibdimi? Mustaqillikni qo'llash bakiroqdiki gap. Demak, 10 yilda yana har xil o'zgarish bo'lsa-mu, balki barliq isbotni yo'q qilish uchun bo'lsa-mu, bu qirg'inchilik bo'ladi. Shunga vaqtimiz bak ko'p qolmadi. Demak, siz hozir kurashni, bu kurashdagi jangovarlarni, bu hayot mamotlik tanlashdagi haqiqiy unumlik yoki yo'qotish xarakterlik
ilm-fan qurollarini va mushu sohadagi avangardlarni, eng unumli usullarni tark etadikansiz yoki mushularga bo'lgan qo'llashga ahamiyat bermaydikansiz, ondaqda 10 yildan keyin kurash e'lon qilay desingizmi fursatingiz qolmaydi. O chaqda yaqingizni yirtib o'zingizni daryoga tashlashingizmi beka. Chunki siz kim uchun kurash qilishingizni bilmaysiz. Elimo qarindoshlarimiz kunda o'layotdi. Sabrningmi, johillikningmi, nodonlikningmi cheki bor. Ham bo'lish kerak. Oxirida hammanglarning qaytadan kallasini silkib etib, tafakkur qilib beqishni, bak umidvor yoki umidsiz bo'lib ketmasligini tilayman. Alloh tininglarni salomat, zehninglarni texmi ziyoda qilg'ay. Mushu yo'ldagi avangardlarga yor yo'lakda bo'lg'ay. Amin.